Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. Birlashgan Arab Amirliklarida Ramazon oyida ish vaqti qisqartiriladi. Birlashgan Arab Amirliklarida 2026-yil Ramazon oyi munosabati bilan xususiy sektor xodimlari uchun ish vaqti 2 soatga qisqartiriladi. Bu haqda joriy yilning 12 fevral kuni mamlakat Mehnat resurslari vazirligi ma'lum qildi. Unga ko'ra, odatda 8-9 soat ishlaydigan xodimlar Ramazon oyida 6-7 soat ishlaydi. Belgilangan me'yordan ortiq ishlangan vaqt qo'shimcha ish hisoblanadi va alohida haq to'lanadi. Kompaniyalar ish jadvalini moslashuvchan tarzda tashkil qilishi mumkin. Jumladan, masofadan turib ishlash yoki ish vaqtini qonun doirasida o'zgartirishga ruxsat etiladi. Davlat xizmatchilari uchun ham yengillashtirilgan ish tartibi joriy qilinadi. Dushanbadan payshanbagacha ish vaqti soat 9:00 dan 14:30 gacha, juma kuni esa tushgacha davom etadi. Uzluksiz ishlashni talab qiladigan sohalar bundan mustasno. Mazkur choralar fuqarolarga oila, ibodat va ruhiy amaliyotlarga ko'proq vaqt ajratish imkonini berish maqsadida qabul qilingan. Astronomik hisob-kitoblarga ko'ra 2026-yilda Ramazon oyi Birlashgan Arab Amirliklari va aksariyat musulmon davlatlarida 19 fevral kuni boshlanishi kutilmoqda. Siz ham O'zbekistonda ish vaqti qisqartirilishini xohlarmidingiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.